So'lakni jinsiy aloqa vaqtida smaska sifatida ishlatsak bo'ladimi? Degan savollar juda ko'p keladi. Do'stlar, afsuski bu savollarni ham yoritib o'tishligimiz kerak. Tibbiy ma'lumot xalqimizda bo'lishi kerak. Javobni qisqa qiladigan bo'lsak, yo'q, bo'lmaydi. Ota-bobomiz qilgan, shuncha yillar davomida qilib kelishgan hech qanaqa muammo bo'lmagan degan gaplarni uzoqroq turamiz. Nima sabab? Chunki ota-bobongizda nima muammo bo'lgan siz bilmaysiz. Afsuski muammolar bo'lishligi mumkin. Og'iz bo'shlig'idagi so'lakni smaska sifatida ishlatishlik ayol kishining organizmidagi florasi, ya'ni o'sha qinni florasini o'zgarishiga olib keladi. Bejizga stomatologlar aytib ketsin, agarda bo'lsa, og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalar soni juda ko'p va yetarlicha. Ayniqsa karies bo'lsa va boshqa holatda yoki tomoqdagi shamollashliklar bo'ladigan bo'lsa, ayolni qiniga bu kasalliklar va muammolardan boshqa hech narsa olib kelmaydi. Lazzat emas. Agarda ayol qinlarida yetarlicha smaska ishlab chiqarilmasa, bunaqa holatlarda biz tabiiy smaskani almashtiradigan, o'rnini bosadigan vodinoy osnova, ya'ni suv tarkibidan qilingan jinsiy smaskalarni maslahat beramiz. Shunda ko'plab muammolarni oldini olamiz, ayollarni kasal bo'lishidan saqlab qolamiz. Erkaklar o'z ayollar salomatligiga bee'tibor bo'lmang.